Mana sutdan chiqqan, o'tga o'tgan, tayyor simental deysizlarmi? Simental gibrid deysizlarmi? Daniya deysizlarmi? Galstin friz deysizlarmi? Hammasidan yetib kelgan. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Layklardan bosib qo'llab-quvvatlab podpishka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Videoni boshida aytaman, yangi tug'ilgandan ham 1-2 million arzoniga berib yuboramiz. Faqat bitta laykdan bosib podpishka qilib tursanglar bo'ldi. Orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar mana. Pachkalardan aka-ukalarni sutga ishlayman deydigan aka-ukalar ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib kelgan. Chizza bu yeb ichadi. Boshini ko'tarmaydiganlardan, och-opatlardan. Yeyishlarga bitta ahamiyat berasizlar mana. Assalomu alaykum Samandar uz obunachilari, kirib kelayotgan hayit ayyominglar hammangizga muborak bo'lsin. Bugun hayitga narxlarni sindirib o'ramiz. Bunaqasi oldin ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmagan. Sizlardan aka-ukalarim arzimas bitta layklardan bosib videoni boshida podpishka qilib tursanglar bo'ldi. Kerak bo'lsa yangi tug'ilgandan ham 3-4 million arzoniga qo'yib beramiz aka-ukalarim. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Sizlar o'ylagandan ham arzon bo'lsa bitta layk bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'yaverasizlar aka-ukalarim. Mendan juda ko'pchilik simental gibrid, Galstin friz, Daniya so'rashyapti mana. Hammasi jam aka-ukalar mana. Sutga to'ygan polvonidan so'rayotdinglar mana. Sutdan chiqqan, o'tga o'tgan variantlardan aka-ukalarim. Puli qulaylik, sifatli bo'lsin degdinglar mana. Haydanchi Nozimboy aka bularni. Xo'p, bugungi sanamiz 19-mart hafta kuniga chorshanba. Manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyoq qishlog'idan o'zimizni mini fermadan video obzor qilyapmiz. Bugungi sizlarga aka-ukalarim 4 bosh xonajilarimiz bor. Mana o'zi bitta kelyapti. Bitta Daniya, bitta simentali chexiyskisi. Mana videoni boshida aytib qo'yay aka-ukalarim. Negativ bo'lmasin. Agar tushunmagan aka-ukalarim bo'lsa, shuna Google ga kiringlar, simentali chexiyskisi deb yozsanglar, shuna chiqib keladi. O'zi ma'lumotni bilib olasizlar aka-ukalar. Xo'p, Galstin friz, mana qaranglar, nima deyapti orqalari. Simental gibrid mana Daniyaga. Mana Daniyamiz. Bitta Galstin frizimiz. O'tolaylik qani. Ostilarini qaranglar, mana qaranglar, sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga. Mana bo'lmasam. Turishlardan. Simentalli bo'lasi bu. Otasi Daniya. 100% Daniya. Chexiyskiy simentalli qaranglar aka-ukalarim. Juda baquvvat bo'ladi. Bu sutni yoraveradigan variantidan aka-ukalar. Onasi 35 ta 40 tagacha sut beryapti, ko'rib oldik mana. Joning sog' bo'lgur. Ha deb bunaqasi chiqavermaydi bunaqa chexiyskiy simental. Mana bitta Galstin frizimiz. Turishlarni qaranglar bilan. Xo'p, sizlarga yana bitta ma'lumot, bilgan bor, bilmagan bor. Bilgan bo'lsanglar aka-ukalarim, granitsalar, hamma yoq chegaralar mol kirib kelish to'xtatildi. Sentyabrgacha deyishyapti. Xo'p, shunga avtomatik mollar oshib ketadi. Mol olmoqchi bo'lgan aka-ukalarim, mendan olasizlarmi, boshqa yerdan olasizlarmi, tez olib qo'yadigan joy aka-ukalar. Kimga nechta mollar kerak bo'lsa, arzon, o'sha oshmagan narxlarda, eski narxlarda aka-ukalar beramiz. O'zimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan buyog'iga narxlar shu osmonga qarab uchadi. Xudo xolasa narxlarni sindirishda davom etamiz. Hozircha ko'pchilik bilmagan bu narsani, bilganlar bilib o'zi olib qo'yapti. O'zi kelib, mana molxonamizda ancha bo'shab qoldi, olib ketishyapti. Bilmaganlar bo'lsa mana ma'lumot uchun yetkazib qo'ydi aka-ukalarimizga. Qo'limizdan kelgancha yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Xo'p, bularni yosh oyligiga keladigan bo'lsa aka-ukalar, bular 4 oydan o'tgan, oldi 5 oy. O'sha simentallarimiz 5 oy. Bittasini shu bo'ylab beringchi. 1 plyusga beraveramiz. Birdan baland chiqsa kerak bular. Biri 5, biri oldi, biri 10 ham kelsa kerak. 1 plyusga olishaversin. Kindigizcha bor Nozimboy aka? Kindigizcha deyvering. Buni asli zotdagi sifatda bo'yiga yo kilosiga qarab sotilmaydi. Bitta o'girib yuboringchi bularni. Bo'ldi, turaversin. Ana, juda ko'p. Xo'p, mana shuni aytib qo'y, hozir esga kelganda mana. Narsa sut olib qo'ymadik, bu temiratga bo'lgan tuz olgan aka-ukalar mana. Ko'rib olishingiz mumkin. Shunga masfat sut olib qo'ymadik, nimadir deb o'ylamasligingiz uchun mana. Bu ukolni qilingan, tozalangan bo'lgan variant. Haydoying Nozimboy aka. Ko'pchilik so'rashi mumkin-da, bular nima bo'lgan buni orqasiga deb. Tukki to'kilib qoladi, bu hech qanaqa ayoniginisi yo'q. Ayb hisoblamaydi, tuz olgan temboli. Ona qaraylik, juda baquvvat ekan. Joning sog' bo'lsin. Orqa korobkalari. Qanday ko'rinyapti videoda bilmadim lekin.
Mana bunimizdan boshqacha narsa. Mana. Joning sog' bo'lgirlar. Hammasi yeb ichishsa avtomat. Olasizlar, boqasizlar mana. 1 yil olib borib boqinglar aka-ukalar. Nerealniy narxli bo'lib ketadi, xudo xolasa. O'sha 50 million, 60 millionlik sigirni bolalar. Xudo xolasa bo'lma deganda bilan shunaqa bo'ladi. Hop, to'qollar, mana. To'qol, mana shular tug'ma to'qol. Yarashdik filizlarimiz. Hop, yemini tashlayvering bilan yemini ko'rsataylik. Yeyishini ko'rsataylik. Narxlarniki sindirib o'raylik bilan. Mana, yeyishlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana hammasi boshini ko'tarmaydiganlar. Och-opatlarda. Sutdan chiqqan 100% hammasi o'tga. Bekorga ko'rsatmaymiz, hamma ham ko'rsatib beravermaydi bunaqa. Mana orqa garobkalarni qaraylar bularni. Buqaga damini beraman deganlar. Sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga ham tavsiya qilamiz. Qatdan topaman bunaqa pachkalarni hojaka deydi-yu mana. Haqiqatda mana o'zi telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin juda go'zal orqalari. Hammasiniki. Haydovring bilan narxlarni sindirib o'raylik, och-opatlar mana qaraylar. Mashalloh deb qo'ylar ko'rganda ko'z tegmasin. Joning sog' bo'lgur turishlar nima deyapti mana. Qilinchlardan aka-ukalarim mana. Olish kerak, boqish kerak. Bunaqa narx aka-ukalarim bo'lsa, hayitlik obunachilarimizga bo'lsin. Bundan oldin ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi aka-ukalarim. 4 tasini bir joyda sirazi bosib qo'yadigan joy aka-ukalar. O'zimizga aloqaga chiqarasizlar, kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha ishlarni bitirib beramiz. Xo'p, bular donaga ham sotiladi, optimga ham. Ilojim boricha 4 tasini bitta olsanglar, cho'tki narx bo'ladi. Har tomonlama yutasizlar aka-ukalarim. Donaga oladigan aka-ukalarga narxlari o'zgarib ketib qoladi. Shunga 4 tasini bitta olgan har tomonlama yutadi. Hop. Hozirgi kunda yangi tug'ilgani ham 15 million, 16 million, sementali yangi tug'ilgani 20 millionga o'zi topib bo'lmayapti aka-ukalar. Videoni boshida aytganimizda yangi tug'ilgandan 2-3 million arzon dedikmi? Arzon mana bo'lsa obunachilarga hayitga bo'lsin. Boshinglar qotirib 17, 18 yo'q, boshqa joylarda 20 milliondan kamiga hech kim qo'ymayapti bunaqalarni. Hayitlikka aka-ukalarim bitta like bosib qo'yasizlar. 13 million 700 ming so'mdan bo'ladigan narx, so'ragani uyaladigan mana. Qatta bor mana 13 million 700 ming so'mdan ketaveradi mana. 20 millionlik sementalimiz ham o'sha 13 million 700 ming ichida ketaveradi mana. Donaga olaman desanglar aka-ukalarim narxlari o'zgarib ketib qoladi. Sementalni o'zini 18 millionga har dori bor, berilmagan. Mana 13 million 700 dan ketaveradi mana. Hammasi bir-biridan go'zal. Ichida bitta puchu yo'q, bir oligina. Mana joning sog' bo'lgunlar, yana bir qator yeyishlarni ko'rsatib qo'yaylik. Hammasi mana chizza bo'yi yeb ichar. Och-opatlardan. Mana orqa garobkalari. Bunaqasi yo'q aka-ukalarim. Bunaqa narxi ham yo'q aka-ukalarim. Xo'p, videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, men bir uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmay, likelardan bosib, qo'llab-quvvatlab, paddeshka qilib tursanglar bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.